o'ziga. Buni qo'zin narxida beraman. 6 Nech pul qilasiz? Qo'zin narxida beraman. Ammo bundan so'ramaysiz Sherzodbek. O'zi so'ramaydigan qilib qo'yaman. Hop, nech pul? Telefon qilsam bittani 3,5 millionga beraman. Bittani o'zini 3,5 million so'ma. 3,5 millionga. Bularda oldi qochisi yo'q, hali 10,5, 10 unaqa narx yo'q. Bir joyga olsin 9,5 dan dastlabkasi ichida. 9 million 500 ming so'mdan donalabga 3 million 200 mingdan to'g'ri keladi. Enasi bekorga qolaveradi. Enasini bermaydi-da bu narxga. Enasi ham hisob. Hammasi 3 million so'm oshroqdan ketyapti. Enasini o'zi ham barra narxida ketyapti akalar. Barra narxida ahamiyat berib qo'yasizlar, lekin haqiqatan arzon bo'ldi akalar. Xudo xolasa obunachilar, xudo xolasa bugun narxlar o'zgacha bo'ladi. 6 million, 5,5 million narx yo'q. 5,5 millionni pastida ena bola qo'ylarimiz bor. Kuzatib turinglar kanalda, xudo xolasa zo'r arzon qilib chiqarib beramiz. Hamma ham o'tgan aytgan narxga sota olmaydi. Bir joyga oldim degan odamga baraka mana. 5 million 300 dan mana. 5 million 300 ming so'mdan akalar, xudo xolasa ona bolalarni haq. To'rrosiga 400 ming tashlab beraman. 100 mingdan. 4 million 800 ming 4 million 800 mingdan bir joyga oldim degan odamga dastlabkasi bo'ynimda Toshkentgacha yetkazib olib borib beraman. Toshkentgacha barakasini bersin akalar. Xudo xolasa obunachilar, xudo xolasa bugun narxlar o'zgacha bo'ladi. 6 million, 5,5 million narx yo'q. 5,5 millionni pastida ena bola qo'ylarimiz bor. Kuzatib turinglar kanalda, xudo xolasa zo'r arzon qilib chiqarib beramiz. Yashang aka. Hurmatli obunachilar, sizlarga ena bolani arzon joydan zo'rlardan topib qo'ydik. Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanali obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari, akalar, sizlarga mana shunday elita variantdagi sog'liqlarni ena bolalarni zo'rlarni topib qo'ydik akalar. Bugungi sanamiz 26-mart 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida akalar, Turdal akamizni qo'rlar akalar mana shunday ena bola qo'ylarni zo'rlardan akalar, xudo xolasa kombayn joydan akalar, optim joyga kelganmiz akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like bosib akalar, obuna bo'lishni unutmaysizlar akalar. Xudo xolasa zo'rlarni chiqarib borishga harakat qilamiz akalar. Endi Turdal aka, bugunga qanaqalardan chiqaramiz aka bugun? Assalomu alaykum obunachilar. Hammalar yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun narxlar o'zgacha bo'ladi. Arzon bo'lsa arzon deb qo'yasizlar. Xudo xolasa arzon kelgan, foyda qilib baraka topaman degan obunachilarga zo'r qo'ylarimiz. Xudo xolasa ozgina yemini berib yuborish kerak. Aha, ozgina e'tibor talab. E'tibor kerak. Lekin bolasi tushgan bitta qo'yning narxida, bo'g'oz qo'yning narxida ena bola ikkita qo'y olishadi. Arzon bo'ladi xudo xolasa. Qo'ylarimiz ham yash, ikkitasi ikkitishga, ikkitasi birinchi qoringa, ikkitasi ikkinchi qoringa bolalarni tug'gan. Xudo xolasa akalar, xudo xolasa hammasi sog'lom-a? Hammasi sog'lom, yeb ichishiga bir hafta 10 kun kafolati bor. Garantiyasi bor akalar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi xudo xolasa endi aka bugungi qanaqalarni chiqaramiz? Ena bola egizchi, to'g'li bo'g'oz qo'ylarimiz ham bor. Arzon qo'yaveramiz. Xudo xolasa kanalni kuzatib, like-ni bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib tursalar, xudo xolasa arzon bo'laveradi narxlar. Yashang aka. Endi xudo xolasa endi aka bugun 4 ta ena, 4 ta bola ekan birinchi partiyamizga. 4 ta ena, 4 ta bola. Akalar, mana shunaqa sim-jum variantidagi sog'liq so'raganlar diqqatiga akalar. Mana shu videodagi mana shu qo'yda akalar sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Enasi ham bir tema ekan, bolasi ham bir tema ekan akalar. Olib boqib maza qiladigan joyda mana shu joyda bo'ladi akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Sherzodbek, bular puliga o'ta arzon. Arzon-a? Ko'rishsin, solishtirib ham ko'rishsin, bozorda ham ko'rishsin. Bozor ham bermaydi bu narxga. Bizga arzon kelgan, mayli baraka topib foyda qilsin. Ikkita qo'y olishadi. Bitta oddiy qo'zini narxi ham, tug'ilib qolgan qo'zining narxi ham 2,5 million. Yaxshi qo'ylar 3,5 million, 4 milliongacha qo'zilar. Bu juda arzon qo'yib beraman. 5,5 pastda bitadi, xudo xolasa. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Endi Turdal aka, bugungi bu qo'ylarimizning bolalari qanaqa endi bularda? Bolalar ikkitasi qo'chqor, ikkitasi sovliq. Qaysiniki qo'chqor, qaysiniki sovliq? Bu sariq bilan ko'ktiki sovliq. Ikkovi qoraniki qo'chqor. Ikkala qoraniki qo'chqor. Endi bularda yoshligiga qanaqa endi enalarniki? Enalarniki bular mana ikkitasi ikkinchi qoringa, ona narigilar birinchi qoringa yosh. Mana ular birinchi qoringa ekan, ular ikkalasi ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Xudo xolasa. Mana ko'ngina sariq ikkinchi qoringa, ona ikkitasi yosh. Ikkalasi yosh ekan. Bu to'rrosi ham asli yosh. Lekin bolalari ham akalar haqiqatan tortadigan varianti ekan mana. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, haqiqiy yaltiroq sim-jum variantidagi ena bolalar akalar. Xudo xolasa bularni ham darim joydan akalar, arzon joyga yetib kelganmiz. Endi prosta bu qo'ylarimizning ozgina akalar junini oldirib, ozgina yemini berib turadigan holati bor akalar. E'tibor talab ekan. Lekin haqiqatan yosh akalar, xudo xolasa 5-6 yil bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Qo'chqorni udoridan qo'shib, xudo xolasa udor bola olasizlar akalar. Tavsiya qilaveramiz. Mana bu lekin boshqacha ekan. Tavsiya qilaveramiz. Endi bularda bo'yni nechaga beramiz aka? Bo'ylarini 80 pilis olishaveradi. 80 pilisga olishaveradi. 80 olishsin, 80 chiqaveradi xotirjam.
Unami kelgan bu qo'ylarimizda yeb ichish qanaqa, sog'ligi qanaqa? Zo'r yeb ichishiga garantiya beriladi. Bu endi dalavochda. Aha. Agar yemini berib ozgina tejab yuborsa, oyoq qo'li uzun bo'lar ham. Yaxshi qo'ylar ketadi. Endi puliga yarasha asli hamma narsa. Maqtov ursak bo'lmaydi. Puliga yarasha olisda baraka topishadigan joyidan. Bo'ldi, bularni necha pul qo'yamiz endi? Boshida 6,5 5,5 ham yo'q debardingiz. 5,5 ham yo'q devardik, katta ketib qo'ydik. Endi xudo xolasa mana shu 4 ro'siga bitta o'tib berayin-a. Ha, endi ichida mana sog'lig'i bori ham ketadi, qo'chqori bori ham ketaveradi aka. Bitta chiroyli narx aytavering. Maydalamayman. Hammasidan 100 dan tashab beraman. 400 ming tashab beraman. Dastlabkasi shunda ham Toshkentgacha vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha. Qanchadan bo'ladi shunda? 4 million, 5 5 million 400 ming. 400 ming so'mdan. 5 million. Hammasini olganga, mana qo'chqori ham bor, sog'lig'i ham bor, ham ketaveradi. Qo'chqori ham sog'lig'i ham ketaveradi. Bitta narx. Shuni sunnatiga ozmoz o'tib bersangiz bo'lmaydimi? O'zi zo'r narx qo'yibdi. Bo'g'oz qo'ylarni ham chiroyli narxda qo'yishyapti. Bizda To'g'ri, arzon bo'lyapti. ko'ryapmiz-u. Bizda qo'y kelyapti, bitta chiqaramiz, ketyapti, tugaydi. Endi Chunki obunachilar arzon keladi, arzon qo'yamiz. Obunachilar chunki bizdan olgan odam ham baraka topish kerak-da. Bizdan unaqa dunyo qo'yadigan joy emas. Shu bizga ham tirikchilik. 1 kilo, yarim kilo go'sht aylansa bo'ldi. Bizda qo'yni soni ko'p. Shuning uchun oz qo'yamiz, sotamiz. Keyin qo'lni bering aka. Qisqartiramiz, xudo xolasa, hammasini olgan odamga qo'chqori ham, sog'lig'i ham ketadi aka. Mana shu to'ralasi ketadi, uylarga 8 ta qo'y yetib boradi, 5 million 300 ming so'mdan pul sanashadi aka. Ma'qul kelsa, xudo xolasa rozi bo'lib bering. O'tib qo'ydim. Hozir yana 400 ming o'tsam, dastlabkamni chiqib ketib qoladi-da unda. Xudo xolasa Alloh barakasini bersa ekan. Mana shu kunlarda hammamizga yetkazsan aka. Qo'ylaringiz haqiqatan yaxshi ekan aka. Lekin ozmoz sunnatiga o'tib bering aka. Hamma ham o'tgan aytgan narxga sota olmaydi. Bir joyga oldim degan odamga baraka mana. 5 million 300 dan mana. 5 million 300 ming so'mdan akalar, xudo xolasa ona bolalarni haqiqatan zo'rlar akalar. Mana shu qo'ylar ham akalar tavsiya qilaveramiz. Hozirgi kunda mana shular o'zlari ham aka 2 million 700 ming, 2 million 600 ming bo'lyapti akalar. Qo'chqorlari 3 million so'mgacha bo'lyapti. Lekin uyingizga borib buni bolasidan ajratib, chiroyli bitta qo'chqorni udardan qo'shasiz aka, bu yildan keyin chiroyli qilib bolalarni o'zlaringiz olaverasiz aka. 4-5 yil bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Enalari ham yosh akalar. Narx navosi, sifat, sog'lik, salomatlikka to'g'ri keladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz akalar. Biz keyingi partiyadan olib chiqaveramiz bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiyamizga akalar, xudo xolasa, egzakchidan so'ragan obunachilarimizga akalar, mana ikkita egzagimiz, xudo xolasa, buni ham puli arzon joydan akalar, bemalol bozorga ham solishtirib olasizlar akalar. Haqiqatan ikkalasi ham sog'lom akalar. Yirik variantidan akalar. Ikkalasi ham egzak bolasidan akalar. Uyingizga ikkita qo'yga pul sanaysiz, uyingizga jam bo'lib 6 ta qo'y boradi akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Endi Turdiali aka ikkinchi partiyamizda soni 2 ta ekan, ha? Soni 2 ta. Yosh oilaga qanaqa? Yosh oilaga bular ikkinchisiga bolasi, ikkosi ham. Ikkinchi tug'ish, xudo xolasa. Yosh ekan, ha. Yosh. Akalar. Bolalari ham sog'lom, zo'r. Haqiqatan sifati ham yaxshi buni qo'ylar. Yirik ekan akalar. Haqiqatan bolalarni narigisi, lekin bolani boshqacha berar ekan aka. Haqiqatan. Videoda qanaqa ko'rinyapti? Lekin bozorda ham akalar mana shuni qo'chqori 3,5 million so'm bo'lyapti, lekin enani o'zi ham haqiqatan yirik ekan. Lekin ozgina kepak arpasini, makkasini berib turadigan bo'lsangiz akalar, xudo xolasa, qo'chqorni zo'riga qo'shasizlar. Aytganlaridek bolani o'zidan ham katta beradi akalar, yirik bola beradi akalar. Haqiqatan zo'r ekan akalar, mana lekin sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Yeb ichari qanaqa aka bulardi endi? Yeb ichishiga bir hafta kafolatini beramiz. Bir hafta yemoq ichmoq, sog'lik, salomatlik garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Mana aka, yashanglar. Endi bularda bolalari qanaqa aka, bolalari? Sherzodbek ikkosining ham bittadan urg'ochi, bittadan qo'chqor. Bitta sog'liq, bitta qo'chqor. Ha, bitta sog'liq, bitta qo'chqor. Keyin telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, qo'yni lakasi sotib beraman, tepasiga kelib ko'rishaversin. Qo'y puliga arziydi. Lekin puliga arziydi. Aka, sovunlari ham juda ham boshqacha ekanlar. Men bekorga Bolalari ham qilmadim aka. Bolalari ham sifatli aka. Yelillari sovunlari ham juda ham boshqacha ekanlar. Bular bolalarni boshqacha beradi akalar. Sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Aytganlaridek bozorga solishtirib, boshqa yerda ko'rib, keyin olinglar. Haqiqatan bu joyda akalar arzon joyda akalar. Har doim Turdiali akamiz optim olib keladilar, optim sotarlar akalar. Lekin bu qo'ylarni ham akalar donalabga ham optim narxda ketaveradigan variant akalar, xudo xolasa. Bolalari bittadan sog'liq, bittadan qo'chqor. Endi Turdiali aka shu yerda savol aka. Nima desa bo'ladi? Bu sog'liqlar 1 yil egizak tug'ib, ikkinchi yili donalab tug'adigan nima yo? Yo'q, biz olganimizda bu har tuqqanda egizak tug'yapti deyishdi. Xudo xolasa egizak tug'adi. Egizak tug'adi. Ha, mana bolasi turibdi egizak. Xudo xolasa bitta yaxshi qo'chqorni qo'shishsa, avvalo Xudo sababini qilib chiroyli qilib boqsa, xudo xolasa egizak tug'ib beradi. Egizak tug'adi akalar. Ikkinchisiga mana egizak tug'ibdi. Narxini akalar arzon qilib chiqaramiz. Ikkita qo'yga pul sanaysiz 6 ta yetib boradi. Lekin bolalarni ham o'zini akalar yetiltirib qo'chqorni sotadigan bo'lsangiz, sog'liqli bolalarni o'zi ham akalar bu yildan keyin shuni qilib aytdiki, egizak tug'adi akalar. Egizakchining bolasi egizak bo'ladi deyshadi akalar. Gendan o'tadi deyshadi. Haqiqatan akalar rost gap. Shuni sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz akalar.
uyingizga olib borib ko'paytirasiz akalar, 1 yil, 2 yildan keyin akalar bir qo'ra, bir suluv bo'lib ketadigan variant akalar. Barakasi shunda bo'ladi. Qo'yda baraka bor akalar. Endi Turdal aka bular narxini qancha deymiz aka? Narxi ham arzon bo'ladi. Sherzod Hop, biz mejbur olib qilamiz. kelyapmiz 2-3 kunda bir bitta qo'yiladi, tugaydi bizda. Chunki Aha. sabab arzon. Biz unaqa dunyo qo'yilmaydi. 1-2 so'm bizga tirikchiligimiz shu, 1-2 so'm bo'lsa qo'ysak, chiqsa hisobimiz chiqsa, olgan narximiz tayin. Hop. Unaqa ko'p qo'yadigan mahal emas hozir. Bularda hali oldi qochisi yo'q, hali 10,5, 10 unaqa narx yo'q. Bir joyga olsin 9,5 dan dastlabkasi ichida. 9,500 ming so'mdan Donalabga 3,2 mingdan to'g'ri keladi. Enasi bekarga qolaveradi. Enasini bermaydi-da bu narxga. Enasi ham xisari. bozorda ham akalar barra qo'zlar ham 3 million so'm bo'lyapti. Lekin akalar bolalarni ham hisoblaydigan bo'lsangiz akalar, hammasi 3 million so'm oshroqdan ketyapti. Enasini o'zi ham barra narxida ketyapti akalar. Barra Shunga narxida. ahamiyat berib qo'yasizlar. Lekin haqiqatan arzon bo'ldi akalar. Xudo xolasa yeb ichishi sog'lik salomatlik a'lo darajada bo'lgan akalar. Qo'ylarimiz sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Shoshilib qoladigan joyda aynan shu joyda bo'ladi akalar. Tavsiya qilaveramiz akalar. Sherzodbek yana bitta yaxshi tomoni buni. Aha. Buni bolalarni ozgina boqib, kattaroq qilib sotib yuborsa, bunga yaxshi qo'chqor qo'yishsa, Aha. bo'g'oz bo'lib bola tushib qolsa, qo'chqor, ikki qo'chqor bekarga qolib ketadi, normal narxga sotishaveradi. Narx xudo xolasa. Puli bor, bittaga pulim bor deysan, telefon qilishaversin, ishlarni bitirib beramiz. Ikkovsini bir joyga olib bergan tavsiya qilaveramiz. Sabab Tavsiya yaxshi, qilaveradi. yaxshi foydada. Bolalari ham unaqa irinjiriq, hali qo'zlardan emas, yaxshi. Zoti ham yaxshi. Enalari ham mana kella boshlari ham, quloqlari ham butun chiroyli qo'y. Sifati bor. Bunga ham o'sha yemini berib, yaxshi qarasa, qo'zlarni yaxshi katta qiladi, chiroyli foyda qilib beradi. Mana akalar. Ina bolani ham Simentaldan so'ragan obunachilarga bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlik to'g'ri kelsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Dastlabkasi vodiy bo'ylab aka. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha. Obunachilar, narx-navoni oldin bilinglar, surishtiringlar. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon denglar. Kommentariyaga o'z fikrlaringni bildirib, laykni bosib qo'llab tursalaring, biz yana ham arzon qilaveramiz. Ana shu layklaringni ko'rib, yaxshi kommentariyalar ko'rib, xursand bo'lamizda, arzon qo'yaveramiz, xudo xolasa. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, endi sizga tavsiya qilaveramiz. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlik to'g'ri kelsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Video syomkasini ham alohida tashlab berishadi akalar. Biz bo'lmasa keng kvartirada olib chiqaveramiz akalar. Hurmatli obunachilar, endi menga arzonrog'idan akalar, yangi qo'chqor qo'shilganidan degan obunachilarimizga akalar, mana kechki bo'g'ozdan xudo xolasa soni 5 ta akalar. Xudo xolasa yosh variantida so'ragan obunachilarimizga akalar. Endi Turdal aka, bularda soni 5 ta ekan, ha? 5 ta, ha. Yosh o'yligi qanaqa yosh o'yligi? Yosh oyligi yosh, ikkitasi ikkinchisiga o'rgan, ikkitasi tug'gan. Ikkitadan tug'gan uni. Ko'h bilan buni sariq ikkinchi qoringa bo'g'oz, narigilari birinchisiga. Birinchi qoringa. Ha, ikkitasi birinchisiga, ikkitasi ikkinchisiga. Bittasi-chi? Mana bittasi bu qisir. Boladan ajragan, nari qorasi. Ha, qorasi. Qorasi, ag'da, qoshqasi. Aha. Uni adden narx qilamiz, uni arzonroq beraveramiz. Qo'chqor qo'shilgan bunga ham? Yo'q, unga qo'chqor qo'shilmagan, qisirga beramiz uni. Qisir-a u? Monolarga qo'shilgan, qo'chqori yurgan. Bular qo'shilgan, Ha, lekin qo'chqori bitta yurgan. qoraga akalar, qo'chqor hali qo'shilmagan. Uyingizga borib qo'shib olasiz haqiqatdan arzon joydan akalar. Endi Turdal aka, bularda bo'yini nechaga beramiz aka? Bularning bo'yi 80 pilis. 80 pilsga olishaveradi hammasini. 85 ham chiqaveradi. Yeb ishlar qanaqa, sog'ligi qanaqa? Yeb ichishi Sherzodbek garantiyasini beramiz. Sog'lik, salomatlik, yeb ichishiga jon Allohniki. Aha. Yo'tal-po'tali bo'lsa, oyoq-poyog'i kasal bo'lsa, o'zimizga tan. Avvalo sog'lom, kasal qo'y bunchalik bo'lmaydi. Bu qo'ylar sog'lom, xudo xolasa, garantiyasini beramiz. Manzillarimiz, telefon raqamlarimiz chiqarilgan. Xudo xolasa bizdan olganlar baraka topishyapti. Shu qo'y tavsiya qilamiz bitta obunachiga. Tavsiya qilinaveradi. Xudo xolasa qo'chqor qo'shib olinadi akalar bittasi, lekin qolgani qo'chqor yurgan akalar. Xudo xolasa o'zlaring kelib telefonda tepasiga kelib solishtirib olasizlar akalar. Xudo xolasa qo'ylarimiz yirik akalar, xudo xolasa. Endi Turdal aka shuncha maqtaryapmiz-ku, narx qanaqa bo'ladi aka? Narxi ham arzon bo'ladi. Buni ham 5 pasda beramiz. 5 pasda bitadi. 5 pasda yash narsalar o'zi mana ko'rinib turibdi-ku, qo'y hali. Ha, deb maqtovmay ko'rinib turibdi. Xudo xolasa qo'yni ko'rib telefon qilsin, agar mabodo kelaman desa, lokatsiyasi bor. Xudo xolasa pullar o'zi bilan ketadi. Yashang. Bo'ldi, endi narxini qanaqa deymiz aka endi bularni? Bu narximi? Aha. Asli 5 million derdim, 5 pasda deb qo'ydim-da hozir. Aha. 49 dan bir joyga. Bir joyga 4 tasini. 4 tas. Dastlabkasi Toshkent bo'ylab, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha. Aka, sunnatiga o'tirasizmi, o'tmaysizmi sunnatiga? Har doim sizdan so'rab hijolatda mening odam. O'zingiz zangal o'ting. Zo'r narx bo'ldi-yu. Yaxshi narx bo'ldi, endi sunnatiga o'ting aka. Xudo xolasa baraka topasiz. Ash joyda bo'ladi aka. Baraka topadi. Obunachilar uchun xudo xolasa qo'y pulga arziydi. Aha. To'rt ro'ziga 400 ming tashlab beraman, 100 mingdan.
4,8 ming so'm. 4,8 mingdan bir joyga oldim degan odamga dastlabkasi bo'ynimda Toshkentgacha yetkazib olib borib beraman. Toshkentgacha barakasini bersak akalar. Xudo xolasa akalar, sizlarga tavsiya qilaveramiz. 4tasi 4,8 ming so'mdan bir tortarga akalar, xudo xolasa barakasini bo'ldi akalar. Endi bu bittasiga qanaqa bo'ladi? Bittasiga, mana shuni o'ziga. Buni qo'zin narxida beraman. 6 Nech pul qilasiz? Qo'zin narxida beraman. Ammo bundan so'ramaysiz Sherzodbek. O'zi so'ramaydigan qilib qo'yaman. Hop, nech pul? Telefon qilsam bittani 3,5 millionga beraman. Bittani o'zini 3,5 million so'm. 3,5 millionga. Mana shuni o'zi, lekin qo'chqor qo'shilmagan. Qo'chqor qo'shilmagan. Yeb ichishi, sog'lik salomatligi zo'r. Bozor ham bermaydi, to'g'risi gapda. Nimaga arzon aka bu? O'zim arzon olganman bu qo'yni. Qimmat olganman o'zim. Hop. Normal narxga olganman-da. Aha. Bitta shu qoldi, qisir, shuncha arzon berib beryapman. Pulni bo'shatish uchun bu Pulni bo'shatishga. Pulni bo'shatish. Chapcha ziyoni ham bor. Akalar, sizlarga tavsiya qilaveramiz. Mana bu 4tasi 4,8 ming so'mdan, lekin mana orqada bitta yurgani 3,5 ming so'mga qisira akalar. Qolgani bo'g'oz. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlik yoqqan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar akalar. 7/24 soat akalar aloqadamiz akalar. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beradigan holati bor akalar. Sherzodbek telefon qilsa ishlar bitadi. Kanalda rivoj uchun obunachilar, iltimos, kanalda rivoj uchun xudo xolasa mana shu ukamiz ham kanalni yaxshi olib boryapti. Laykni bosib, kommentariyani zo'r fikrlarni bildirib tursalar, bizda arzon bo'ladi. Podlista qilib, gruppalarga, qarindoshlarga tarqatib qo'yinglar. Kimdir ko'rsa, kimdirga tushib qolsa, sizlar deb kimdir xursand bo'lib qoladi. Xudo xolasa arzon chiqarib beramiz. Kanalni kuzatishda davom etib turasizlar. Yashang, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar akalar. Ish bitiladigan holati bor. Biz bo'lmasa shu joyda o'z syomkalarimizni yakunladik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar akalar.